Vazelinga yodni aralashtirsa nimalar bo'ladi? Bo'g'inlaringizda og'riq bo'lsa, oyog'ingizda, belingizda, tirsagingizda, qatingizda og'riq bo'layotgan bo'lsa, unda sizga eng zo'r samarali usulni aytaman. Oddiy vazelinni olasiz, ustiga yod solasiz, yaxshilab massani aralashtirasiz. Agar har kuni ishlatadigan bo'lsangiz, bitta idish vazelinga bitta idish yod solib aralashtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hech qanaqa zarari yo'q qizlar. Men sizlarga bir martalikni ko'rsatib beryapman. Yaxshilab aralashtirasiz va uni ustidan minavazin yokida spirt surish kerak. Agarda sizda bo'g'inlaringizda og'riq kuchli bo'lsa, minavazinni tavsiya qilaman. Juda ham effekti zo'r. O'zimiz doim ishlatamiz. Agar farzandingizga qilayotgan bo'lsangiz, spirtni tavsiya qilaman. Birinchi bu massani surasiz, yaxshilab massaj qilasiz. Qatingiz og'riyotgan bo'lsa, belingiz og'riyotgan bo'lsa, belingizga, kuyaklaringiz og'riyotgan bo'lsa, o'tga, oyog'ingiz og'riyotgan bo'lsa, oyog'ingizga massaj qilib bo'lganingizdan keyin, agar og'riq kuchli bo'lsa, minavazin. Agar bolalarga qilayotgan bo'lsangiz, spirtsiz surib, uni ham yaxshilab yedirib yuborasizlar massaj qilib.